Mahallani obodonchiligiga qarash. Ayya, menga qo'yag'im. Assalomu alaykum rais bu. Ona aytib qo'y 2006lar. Sumalak qilishyapsanlar ekan, 30 qatordagi meni teraklarimni kesishadigan bo'lsang, Pilampayadan sakrab uraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi rais bu. Ole. Makkam jo'ra. Nima deysan? Indirjit, futbolni qayerda ko'ramiz? Qanaqa futbol? Bugun O'zbekiston o'ynaydi. Senda bir vatan shukuhi bormi? Bir vatanni his qiladigan qalbing bormi? Yoki bedapayami qalbing? Bu his qilish kerak-ku. Adoyim bo'lganmi seni O'zbekiston deganda bunday jullaring tikka bo'ladimi? Bir his qilasanmi O'zbekistonni, o'yinini ko'rasanmi? Men sen bilanchi Abduqodir to'yidachi Xo'lundga nos chektirmoqchi edim. Endi ko'rasan sen. Sendaqa mahallada haydab boraman. Qanaqa futbol? Qizim boshlandi-yu. Hurmatli hamqishloqlar, og'izacharga uqalanmasdan sariq bola pizzadan zakaz qilinglar. 119 mingga Ramazon seti 4 kishi bemalol kirib to'yadigan 1 2 3 Hala Madrid deb nomlangan pizzalar, ichida 2 ta suvimiz hamda 2 ta xurmoyimiz hamda 1,5 litrlik kolamiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugun futbol bu mahalladagilarga aytdim men, kishi boshiga pul yig'aylik, Magicda oldi turib, Open byudjetga ovoz berib, mahallani asfalt qilaylik dedim. Nima dedi? O'zimiz ovoz beramiz, o'zimiz ovoz. Qo'yag'im ovozini ham yiqqan yo'q. Yashamaylik ekanda.